Tizimsiz anaqa bitta iltimosim bor edi. 50 ming pulingiz yo'qmi? Ertagacha menga srochno kerak bo'lib qoldi. Ertaga nomeringizga kartangizga tashirdim. Anaqa 50 ming pulingiz yo'qmi? Sizga ertaga kartangizga tashardim-da, yo'qmi? Boshda kelganda berardim. Mayli, xo'p, rahmat. Yo'q, bu hazil edi, bu prank edi. To'xtang, sizga mana bu anjir magazini bor-ku. Mana shu anjir magazindan sizga sovg'amiz bor. Bu prank edi, yuring. Bu shunchaki prank edi. Pulingizni qaytarib olaman. Mana sizga asalim. Bu yerda 3 kunlik skidka ketyapti. Hamma narsalariga. Qancha bor pulingiz? Ya, endi ishlataman qolgan berib ketaman-da, magazin bor. Bir 40 ming berib tura olasizmi? Ko'ramiz, soat. Hali qaytib kelasizmi? 2 minutda keladi. Ijozat pultini-yu. Ayo, mana shu paga karta bilmayapti ham. Mana shu. Rahmat Sikalun. Senin prank bu. Pultini garinde girer. Kattakon rahmat, siz yo'q demasdan 50 mingni berganingiz uchun shu anjir do'konidan sizga sovg'a. Rahmat. Qancha? To'xtang, rahmat kattakon. Anjir do'koni nomidan sizga shu sovg'a. Rahmat. Bular boyagi bola qaytib keldilar-da, 30 ming dacham qoldi, o'shani oling deydilar. Assalomu alaykum hammaga azizlarim. Biz hozir 3-2 dagi estetik klinikani yonidagi anjir optovoy do'konidamiz. Azizlarim, biz har doim quruq mevalarni bozordan olishni o'rganganmiz, lekin anjir optovoy do'konida mana shu narxlar bozordan ham anchagina arzon. Azizlarim, qaranglar, mana shu pista bodom optim narxida 110 mingdan. Hozirgi trenddagi quritilgan klubnika ham bu yerda bor. Buni eski narxi 260 ming bo'lgan, hozir esa aksiyada 230 ming. Bundan tashqari bularda qaranglar, juda ham ko'p quritilgan, xohlagan mevalaring bor. Bu ham aksiyada. Bu choylarning assortimentini qaranglar. Men hali Angrenda hech qayerda bunaqa katta assortiment choylarni ko'rmaganman. Ozdiruvchi choy ham bor ekan. Tez kelamiz. Bizani xalqimiz bilasizlar, har doim uyga zapas bilan olishni yaxshi ko'ramiz. Bu yerda 20 xildan ortiq guruchlarning assortimenti bor. 10 kilo oladigan bo'lsalaring 1 kilo sizlarga tekinga berishadi. Mono konfetlari hech bir qaysi do'konda 93 mingdan emas, faqat anjir optovoy do'konda 93 mingdan. Yana sizlarga aksiyani zo'rini ayting. Kim to'y qiladigan bo'lsa, mana shu yerga kelib optim narxda hamma narsani olib ketsa, dastavkasi ham ichida tekin. Ha, yana aytgandek, devzira guruchni ham ko'p odamlar qidirib yurishadi. Aynan shu guruchni anjir optovoy do'konda topib olishingiz mumkin. Orientirga keladigan bo'lsak, 3-2 da Costco zapravkani yonida estetik klinika joylashgan, uni yonida anjir optovoy magazin joylashgan.